Salom do'stlar, siz bu qiziq kanalni tomosha qilyapsiz. Uyda yolg'iz filmi mandarinlar, oliviya salati va archa kabi yangi yil bayramining belgilaridan biriga aylanib qolgan. Bunga ishonish mushkul, biroq Chris Columbusning noyob asari yaratilganiga 25 yil bo'ldi. Sayyoraning barcha odamlari uni 90-yillarda ko'rgani kabi hozir ham zo'r ishtiyoq bilan tomosha qiladi. Vaqt bu filmga nisbatan o'z qudratini ko'rsata olgani yo'q. Aktyorlar esa mazkur muddat davomida juda o'zgarib ketishdi. Do'stlar, agar siz ham Uyda yolg'iz filmini sevib tomosha qilsangiz, like ni bosing va aynan qaysi qismni ko'proq yaxshi ko'rishingizni izohlarda yozib qoldiring. Shu bilan rolik nihoyasiga yetadi. Kelgusi ma'lumotlarimizni o'tkazib yubormaslik uchun ekrandagi obuna bo'lish tugmasini bosing. Keyingi roliklarda ko'rishguncha, xayr.